Kunlarning birida 13-qishloqda tong otdi va qishloqqa tomi ketgan qiz qaytib keldi. Uning qo'lida katta pichoq bor edi va bu qanjiq yana qishloqda ko'chinursin. Hozir borib aytish kerak. Slayder, ehtiyot bo'l. Slayder. Nima? Tushunmadim. Jitel, hey, ana o qiz bor-ku. Qaysi qiz? Qaysi? Bor edi-ku, kim? Yo'qolgan qiz. Nima? Yo'qolgan qiz? Qaysi yo'qolgan qiz? Yo'q, seni o'ldirmoqchi bo'lgandi-ku. Ana bu nima edi? Ko'k kiyimli. Tom ketgan qizmi? Ha. Xo'sh, u qishloqqa keldi. Ha, qanaqasiga? Shunaqasiga men ko'rdim, qo'lda pichoq bilan. U o'lgan. Nima? O'lgan u. Qanaqasiga o'ladi? O'zini o'ldirgandi javobsiz muhabbat uchun. Bo'lishi mumkin emas. Men arvoh ko'ribman-da. Ha, Jitel shunga o'xshaydi yoki videolarni uxlashdan oldin ko'rmaslik kerak edi. Mayli. Tong ham otibdi, demak ishni boshlash kerak. Jitelim ketdi. Hammaga salomlar, mening ismim Slayder va ko'rdinglarmi hozir nima bo'ldi? Jitel kelib, ana bu Tom ketgan qiz qaytib keldi deydimi? U qaytishi mumkin emas, chunki men o'zim Nima? Bo'lishi mumkin emas. Yoki mening ko'zimga arvohlar ko'rinyaptimi? Hoy. Nima? Yo'q. Hoy. Tak. Do'stlar, bu nimasi bo'ldi? Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, shunchaki, axir men ertalabdan uyg'otib oldi-ku. Mana shuning uchun ham ko'zimga ko'rindi do'stlar. Men hali uyg'onishga ulgurganim yo'q. Tak. Kelinglar bir suvga tushib ko'ramiz va hozir yo'q, oyog'im bilan tushdim. Ana endi butun tanam bilan va umid qilamanki, uyqum ochilib ketdi. Ha, do'stlar, tasavvur qilyapsizlarmi? Xullas, men o'qigandimki, ertalab odamni birdaniga uyg'otib olsa, ko'ziga nimalardir ko'rinishi mumkin ekan. Mana masalan, mening ko'zimga hozir Tom ketgan qiz ko'rindi. Tasavvur qilyapsizlarmi, nima bo'lardi agarda u rostdan ham qaytib ketsa, aniqroq qaytib kelsa? Ha, mayli. Aycha, bir tarafdan, xo'sh, nima qilsam ekan do'stlar, lekin baribir o'zimni g'alati his qilyapman, xuddiki kimdir kuzatayotgandek. Ha, mayli, qani kelinglarchi, Linganning uyiga boramiz. Lingan, eshikni och. Kamera qo'yib olibdi. Lingan, hozir chiqayapman. Nima bo'ldi? Mana buni sen qo'ydingmi? Nimani? Ha, men kamera qo'ydim. Zo'rmi? Ha, xo'sh. Xullas, menimcha yurgin uyimga. Nima bo'ldi, yurchi? Lekin ko'rinishingdan jiddiy narsaga o'xshayapti. Ha, juda ham jiddiy narsa. Ertalab bilasanmi nima bo'ldi? Xullas, uyga kirgin. Hop. Chinursin, xullas ertalab. Xo'sh. Meni yonimga Jitel keldi, bilasanmi nima dedi? Tom ketgan qiz qishloqda emish. Qanaqasiga? Uni o'ldi deganding-ku. Axir endigina o'zingga yangi uy topib olding. Qara qanday yaxshi uy. Shuda butun qishloq senga havas keladi. Zo'r. Sen ham kamera qo'ydingmi? Nima? Yo'q, men kamera qo'ymadim. Bu nima? Bilmadim. Balki avvalgi egasinikidir. Yo'q, menda bu yerda kamera yo'q edi, lekin lampochkani qo'yganini eslayman. Chinursin. Biz chiqani hozir menimcha rostga o'xshayapti Jitelning gapi. O'yingda qayerdan kamera paydo bo'lgan bo'lishi mumkin? Shuda, ushla, keyin olarman. Hammayli. Tak, nima qilamiz endi? Bilmasam, yurchi, biror nima o'ylab topishimiz mumkin. Ha, endi qishloqda o'zimni xavfsiz his qilmayapman. Yigitlar, salom Lingan. Salom Legoshi. Sen kamera qo'ymadingmi buni uyiga? Yo'q, Slayderning uyiga men nima qilaman kamera qo'yib? Yaxshimisan Slayder? Yaxshi, rahmat. Men qo'yganim yo'q. Ha, men ham qo'ymadim, menda pulim yetmaydi. Ha, g'alati. Biz shunchaki dam olishga ketyapmiz. Ha, bo'pti, boringlar, omad. Sizlar ham qo'shilsanglar bo'lardi. Ha, yo'q, kelasi safar. Ha, mayli. Sen o'tirib turgin, meni ishim bor merning yonida. Xo'sh, do'stlar, biz hozir birdaniga sabzlarni olib borib bermasak bo'lmaydi, bo'lmasa qo'ng'iroq qilib kelib qoladi. Ko'tar Tom ketgan qizingni ham, uyingni ham, kamerani ham deb, mer, men uni yoqtirmayman shu sababdan. Janob mer, shu yerdami? Yana chiqib ketgan shekilli. Ertalabdan o'zi ko'pincha chiqib ketadi, bilmadim, qishloqni aylanib yuradimi, ishlar qanday ketyapti ekan. Stop, do'stlar, do'kon. Balki do'konchidan so'rarmiz. Axir do'konchi ham kamera sotardi. Mana bu tomosha qilish uchun kamera video naблюдение. Tak, salom Jitel. Salom. Mana bu kuzatuv kamerasini sen sotmaganmisan? Bu nima? Hozir seriy raqamni ko'raychi, ha, men sotganman. Kimga sotganding? Bu nima? Anavi 16-uyda yashaydigan bor-ku, kim? Qari chol, sariq kiyimli. Ha, ana o'sha olgandi. Ko'zda ko'zoynagi bor. Ko'zoynak bo'ldi. 16-uy, aha. Bo'pti, rahmat senga. Bo'pti. Xo'sh. Tak, 16-uy qayerda edi? Lekin ko'rgandim u cholni. Sariq kiyimli, juda ham stilyoviy chol. Xo'sh. Shu yerda bo'lish kerak. Hoy, Jitel bobo, kim deb chaqirsam? Jitel chol. Hozir chiqayapman. Aha. Nima bo'ldi, kel? Men sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Xo'sh, mana bu kamerani siz olmaganmisiz? Bu nima? Menga bir qanaqadir o'yinchi so'ragandi. O'yinchi? Qanaqa o'yinchi? Adashmasam qiz bola edi. Yo'q, ha, tushunmayman degani uchun shuni ko'tarib kelgandim. Ko'tarib kelganingiz ham menga pul bergandi.
Yopib qo'ydi. Ha mayli, endi savol bermoqchi edim, ko'rinish qanaqa edi, skin qanaqa edi deb. Ha mayli, lekin do'stlar, kim meni uyimga kamera qo'yishi mumkin? Albatta hammasi ayon va endi bilmadim kimdan yordam so'rasam bo'ladi. Nima? Ko'rdinglarmi? Do'stlar, ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Kimdir bor edi. Hoy, qanisan? O yo'q. Menimcha bu gap rost va endi u o'lmagan aslida. Shu joyda ham bizni ahmoq qilgan bo'lishi mumkin emas. Nima qilsam ekan, balki merdan yordam so'rar. Mana umrida bir marta bo'lsa ham balki yordam berar menga. Ha mayli. Janob mer, ha, men sizga mana sabzilardan olib keldim. Ha, bugun ertalabdan oylik bo'ladimi? Oylik kelasi hafta. Yo'q, ha. Janob mer, xullas menda bir muammo bor. Qanaqa muammo? Gap shundaki, anavi Tom ketgan qizni eslaysizmi? Kim ana o'ldiraman deb yurganmi, qo'lda pichoq ko'tarib? Ha, o'sha. Xo'sh, uni biz hammamiz o'ldi deb o'ylagandik, lekin u hali ham tirik ekan. Mana bu kamerani uyimga qo'yib ketibdi. Tushunarsan, buni nechib o'ldirar ekan? Bilmadim, yarim staklar tursa kerak, komplekt o'rtaligi. Seni uyingda nechta chiqdi? Bitta. Ha, yomon. Rostdan ham bitta. Tushunarsan, chol aytganda ko'proq pul berdi deganda menimcha qaysi chol? Xullas, janob mer, sizni uyingizda yashasam maylimi? Meni uyimda yo'q. Ha, hozir narsalarni olib ketaman. Bu bola eshitmading gapimni. Bo'ldi do'stlar, ajoyib, endi biz merning uyida yashashimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh. Albatta menga to'g'ridan-to'g'ri ruxsat bermadi, lekin yuzidan ko'rinib turibdiki, rozi bo'lish arafasida edi. Biz esa nima qilamiz? Kelinglar, vaqtni ketkazmasdan shunchaki tak bularni olamiz. Bu yerda yana menga albatta kompyuter kerak bo'ladi va bu yerda kerak narsalar yo'q. Kravatni olsam bo'lgan. Ajoyib do'stlar, qolgan narsalarni hech qaysi menga kerak emas. Tak, televizor ham kerak emas. Bo'ldi. Merning uyiga boramiz, undan tashqari merning kompyuterida ishlashimiz mumkin bo'ladi. Uniki ancha-muncha kuchli kompyuteri. Hozir boramizda ko'ramiz. Tak, janob mer, men narsalarni olib keldim. Bo'pti, olib kelibsanmi? Kira qol. Xo'sh, mana bu qora divanning o'rniga qo'ysam maylimi kravatimni? Ha, qo'yaver. Xo'sh, buni olib tashlaymiz. Bu yoqqa kravat qo'yamiz. Sen hamma lashushlaringni ko'tarib keldingmi? Yo'q, faqatgina mana bu shkaf va uni ustiga noutbukni. Bo'pti. Hozir qo'yib olaman. Aytgan janob mer, ha. Lekin sen mana bu erkalanib so'raganing yoqmayapti, janob mer deb nima deysan? Sizni kompyuteringizni ishlatib tursam maylimi? Nima, noutbukingchi? Uni nima desam ekan? Zaryad yaxshi ushlamay qoldi, batareyasi. Bo'pti, ishlata qol. Katta rahmat. Buni tomga olib chiqib qo'y. Ehtiyot bo'l, boshimni bosma. Xo'p, mana bu yoqqa qo'yaman. Bo'ldi, tushyapman. Telefonni ham bosmadim. Yaxshi. Xo'sh, bu yoqqa narsalar va bo'ldi. Asosiysi meni bu yerda hech kim ko'rmasa bo'lgani. Qanaqasiga hech kim ko'rmaydi. Kim ishni qiladi agar o'tda? Ishni qilaman, lekin kunduz kunda kechasi chiqmayman. Ha. Ikkovimiz birga shu yerda yashaymiz endi. Qachongacha? Bilmadim endi. O'sha Tom ketgan qizni bir yo'qlik qilgunimizcha shu yerda yashab turaman. Tak, janob mer, nimaga bu yerda ichki ishlar vazirligi shtraf deb turibdi? Ishing bo'lmasin. Nimalarga kirgandingiz? Ishing bo'lmasin deb aga chiqib ketib bo'ldi. Bo'pti. Yana xotirasi yetarmikin Minecraft yuklardim modlar bilan? Faqat katta modlar tashamada yuklamaydi. Qanday yuklamaydi? Sizda bu yerda 50-90 turibdi. 12 GB. Nima? Tak, stop, 12 emas. 24. Yo'q, operativka 24 ekan. Janob mer, qayerdan oldingiz buncha pulni? O'zing bilasan endi, amaldorning kasbi. Bo'pti. Mayli, hozir qani kuchliroq shaderlarni ham yuklaychi, ko'tarsa kerak, lekin ko'taradi. Yana bilmadim, men tushunmayman uncha. Tushunmaganingizdan 50-90 olib olibsiz-da. Bo'lishi mumkin. Yana TI-ligidan. Shu nima degani? TI qimmatroq ekanda. Qimmatroq, kuchliroq salgina oddiysidan. Oddiysi qanaqa? TI yozilmagan. Bo'pti. Bo'ldimi? Endi hozir Minecraftni yuklab bo'lgan. Nima buncha internet sekin? Bilmasam, anavda nima edi, bor-ku. Nima? Ko'k nima deyilardi? Qaysi ko'k? O'chilikonmi? Shu bo'pti, tushunarli. Hozir men bu yerda ozgina daraxt chopib kelaman do'stlar, chunki anavi devorning o'rtasidagi joyni yopmasak bo'lmaydi u yerda. Vau, bu yerda nima bo'ldi? Nimaga hamma narsa teskari bo'lib yotdi? Minecraftda birinchi marta ko'rishim. Bu yerda o'g'irlik bo'lgan shekilli, Yo'q, televizor katta, mana bu lampalar, versaklar o'rtada turibdi. Mayli, ketdik. Hozir boramizda daraxt chopib kelamiz. Nima uchun daraxt kerak desangiz, anavi merning uyining o'rtasidagi teshikni yopish uchun. Devor turibdi, devorning o'rtasida esa kirib chiqadigan joy. Ana shuni yopmasak yana ko'rinib qolishi mumkin. Men esa hech kim ko'rishini istamayman merning kompyuterda ishlayotgan vaqtimni. Bo'ldi, endi esa ketdik do'stlar. Shu 3 ta daraxt yetadi. Shu yerni o'zida yasab ketishim mumkin. Mer ko'rib ortiqcha savol bermasin. Nimaga sen yana daraxt chopib kelding bu yerdan yopishga deb o'zimni uyimdagi narsalardan ishlatdim deyman. Mana bu yerga verstakni yashirib qo'yamiz va mana endi menga bu yerda 3 ta eshik, 3 ta bo'lsa 3 tada mayli yetadi. Mana shunday yomon emas. Tak, endi esa kelinglar, buni bu yoqqa qo'yamiz va
Bu yerda yana ikkita doska qoldi. Ikkita doska menga kerak emas. Baribir ham oxirgi vaqtlarda merning uyida yashaydigan bo'lsam, baribir bu nima bo'ldi? Kimdir axlat tashlab ketibdi. Ha, mayli. Hozir boramizda, eshikni yopib qo'yamiz. Shu bilan u yerda ishlashim mumkin bo'ladi. Ha, faqatgina hayronman qanday ovoz beraman, chunki notebookning o'zini mikrofonini ishlatardim. Endi esa merni kompyuterda mikrofon bo'lmasa kerak. Nima deysan? Hech nima, mana eshik qo'ydim deyman. Bu yerda kirib chiqqanda ko'rinmasin, xalaqit bermasin deb. Bo'pti. Faqat ko'p baqirmada odam kelganda yonimda. Ha, baqirmayman. Nimaga baqiraman? Ovoz berishga videoga. Yo'q.